Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Amerikaning poytaxti Washingtonda ta'sis qilingan Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasining bugungi programmasiga xush keldingizlar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, men bugungi program riyosatchisi Parat Yurunqashulaman. Old bilan hammangizlarga Janob Allohning salomatlik, xotirjamlik va saodat tilayman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun Köz söhbət programımızga nəhayət qimmatlik bir aziz mehmanimizni təklif qildıq. Mana bu efendim bizdinki chet ellərdə yapılayotgan Uyğur Milli Hərəkətimizdəki ən aktiv siyasi fəaliyyətlərimizdən biri olan Olmut Tosun efendim buludu. Olmut Tosun efendimle artıq tanıştırmışsak mı bu həmmənlər nəhayət obdan tanıyırsa. Olmut Tosun efendi bizdinki ən aktiv cəngvar siyasi fəaliyyətlərimizdən biri olub qalmasdan, yəni vətən işi vəsitədəki bütün Şərq Türkistan xalqıga tanınılan bizdinki ataqlıq sənətkarlarımızdan biri. Hürmetli Olmut Tosun efendim, ataytın vaxtınızı çıkıp ziyaretimizi kabul kıldığınız için size alaydı rahmet eyledim. Olmut Tosun efendim sizge məlum bu Rabia Hanım, Uyğur Milli Hərəkətinin rəhbər Rabia Hanım bu Xitayninki qaranğı zindallarından qutulup chet elga hicret qilib chiqqan 5 yildan ko'proq vaqtdan buyon bu chet ellarda Uyğur davasınınki küçücük favqulatsiz oldu. Uyğur Milli Hərəkətininki, Şərq Türkistan meselesininki, Uyğur meselesininki xalqaralaşış qədimi zor derecede ilgiri sürüldü. Siz şəxsən özünüz bir aktif Uyğur siyasi fəaliyyətçisi oluş sübutunuzdan Rabia Hanım'ınki bu chet ellərdə yapılayotgan Uyğur Milli Hərəkətindəki ornuğa, Rabia Hanım'ınki əhəmiyyətiga bu cəhətini oynayotgan rolu qanday qaraysiz? Assalamu alaykum, hürmetli aziz qarindoshlar. Bu münasebet bilen hürmetlik Parat Yurunqash efendimninki sualıga qısqacha cevap berishni loyiq ko'rdim. Endi Rabia Qadir haqida hammamizga ayon bo'lganidek Rabia Qadir turmadan chiqib vatan sirtidagi da'vo qilingandan buyon qo'lga kelgan natija yaratgan natijalar töhbelerini ham sanab tugatgani bo'lmaydi. Endi Rabia Qadirninki Xitoyninki ko'zidagi Xitoyning nazaridagi xatarlik deb qarash darajasiga yana sal qarg'an olmaydi. Xitoyninki butun matbuot butun diqqati Rabia Qadir boshchiligidagi dunyo qurultiyi eng ashaddiy xatarlik dushmanlar guruhi deydigan bir nuqtada muomala qilib jiddiy hujumini boshladi. Vatanning ichi va sirtida nihoyat jiddiy harakatda. Darvaqa endi Rabia Qadirninki neticelerini muayyenleştirmek bulmaydı. Vatandan çıkıp chet elde dava ilip beriyotgan nurg'un qarindoshlarimiz bunun 20 yıl 25 yıl burun hatta onun ko'proq bo'lishi mumkin boshlagan bo'lsa-mu, qo'ldan qanchalik kelgan bo'lsa, ba imkonlari, sharoitlari bilan ilib kelgandi. Rabia Qadir o'tirg'i chiqqandan keyin bu da'voning suratiga o bir nima deb bo'lmoq yomon tas. Xalqaro jamoatchilikka, xalqaro davlatga, butun fuqarolarga uqtirish, millatning yig'isini, dardini anglatish jihatda Rabia Qadirning roli haqiqatan cho'ng bo'ldi. Mayli qaysi davlatga borayli, hozir Rabia Qadir va Rabia Qadirning to'g'riliq yozilgan biografiyasi kitob orqali bizningki qanday odam ekanligimiz, qaysi millat ekanligimiz, qanday yerda yashaydiganligimiz, qanday bir millatning qo'lida mustaqillik bo'lib qolganligimiz va qandaq ig'ir sharoit ekanligimizni shu Rabia Qadir orqali jamiyatga nihoyat yaxshi to'nitildi. Film ishlandi maxsus. Bo'pmi Germaniyani misol qilib olsak, Germaniyaningki eng cho'ng kanallardan 2-3 kanalda haftalarcha maxsus bu programma tonishtirildi, qo'yildi. Hatto ishlayotgan yerlarimizga kelib şu yerdeki başka milletler, başka qarindoshlarimiz o'zidan so'rash darajasiga yetdi bu meselenin. Endi bazı televizyon kanallarda, bazı internette, YouTube'larda bazı qarindoshlarimizningki bu temalarda so'zlagan bazı sözler var, göz qarashlari var, her adamning o'z göz qarashi var, onu hammamiz hurmatlaymiz. Ama her narsaning cheki var, ma'lum itiraf qilmasa bo'lmaydigan bazı noktalar var, onu mecbur itiraf qilamiz. Bo'pmi Rabia Qadirninki
davada qo'shgan töhfisi va hozirgi o'rni bo'libmi Uyg'ur xalqininki hozirgi duch kelayotgan jiddiy shunda bir xatarlik bir paytda Rabia Qodirdek bir nopusninki bo'lishini e'tirof qilmay hech qaysimizning haddi emas, haqqi yo'q e'tirof qilmaslikqa. Ham Rabia Qodirninki vatan sirtidagi elib berayotgan harakati bir lider Uyg'urlarning onasi deb hammamiz e'tirof qildik. Mutlaq ko'p sonli Uyg'urlar mushu Uyg'urlarning onasi degan ulug' muborak nomni Rabia xonimga berdi. Lider deganni Janob Alloh osmondan lekkida bir qavmga tashlab bermaydi. Shu millatning ishidan chiqadigan gap. Shu millatning saposi qanchalik bo'lsa, shu saviya, shu sapodan bir lider chiqadi. Lider deganni Allohaydan o favqulodda farqli bir odam bo'lmaydi. Shu lider shu tarixiy sharoitda, shu mavjud sharoitdagi mavjud masalalarni eng to'g'ri bartaraf qila olgan, ommani eng ko'p egashtirib manga oladigan, kishilarni qoyil qila oladigan, to'g'ri yo'lga boshlay oladigan kishi shu lider hisoblanadigan gap. Yaxshi tushunadigan. Endi hozirgi sharoitda Rabia xonimdek bir nupus, ikkinchi bir nupus yo'q. Mutlaq ko'p qismi 90% atrofida desak bo'ladi. Tabii hamda bu hamma odamni egashtirib, hamma odamning ko'z qarashi menda bo'lish kerak deb majbur qilishga bo'lmaydi. Ma'lum boshqa ko'z qarashdagi, boshqa tushunchalikka qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ularning tushunchasi, ko'z qarashini hurmatlaymiz, ammo hozirgi Uyg'ur davosida Uyg'ur jamoatchiligining ichida 90% nupusni biriga ekilib, 90% ovozga erishish kerak bir liderniki bo'lib qolishi Uyg'ur xalqininki bir baxti deb qarayman men buni. Shunlashqa endi qusur izlaymiz desek, hammamizda o'zimiz qusur bor, yetersizlik bor, xatoliklar bor. Uni vaqt qaraydi tuzitib, oldimizda qiladigan ish to'g'riliq, shu bir lider, bir boshqa egishib mansaq, Rabia Qodirninki hozir yaratgan töhfisidan yana texnik ko'p natijalarga erishishimizga ishonchim komil. Hürmetli Alımut olsun efendim, siz ilgili bu Şarkı Türkistan Uygur İslam Milli Kurultayı'nınki işkişiler komisyonunki reisi olgan hem de. Hazır hem de mesela bu çetelerde yaşavatkan Uygurlar arasında şu endişe var hem de. Bulup mu şu Rabia Hanım'ınki bu davadaki ornu küçeygen sıra ilip bağın faaliyetler canlangan sıra Komisyonel hakimiyetininki hem onun sadık halçılarınınki Rabia Hanım'a qaratkan hücumlarınınki suikastlarınınki kündün künge iş bir vatkallığı. Bulup mu 5. iyul Ürümçi 40-yıllıqdan keyin Xitoy hokimiyatininki bu jihat hujum Rabia xonimga shaxsan qaratgan hujumlarning favqulodda kuchayganligi. Rabia xonimga bo'layotgan hujumlarninki oqisida maqsadlik hujum qilayotganlarning oqisida cho'qim Xitoy hukumatining qor qo'lning borligini, shuning uchun Rabia xonimni favqulodda bexatarlik to'g'risida ahamiyat berish kerakligini, har qanday yoki baga vaqtda Rabia xonimga alayda buni qo'llanish va boshqa jihatlarda alayda ahamiyat berish kerakligini, Xitoyning Rabia xonimga qaratgan suiqasdninki oldini har zaman ilishimiz lozimligini ta'kidlab kelyapti endi. Siz bu jihatda qanday tavsiyalar bo'lasiz endi? Bu nuqtada men ciddi bir pozisiyada, xeyli burundan beri his qilg'iliq, endi Xitoyninki vatan sirtidagi nopozliq odamlarga nisbatan qaratgan taktikasi, hilmikri siz deb o'tib ketgandek bir necha turda. Eng birinchisi yerdik yashayotgan shu davlatlar bilan diplomatik munosabatni nihoyat yaxshi o'rnatib, shu orqali shu odamlarni bir taraf qilib o'tish. Agar uning kuchi yetmasa, şu cemaatning ichida obro'yini to'kib, har xil tuhmatlarni choplab, obro'ysizlantirib, xunuklashtirib, cemaatning ichida sesitib, cemaatni arib, odam egashmaydigan nopusizlantirish orqali qog'ikemas qilib o'tish. Agar u faqat unum bermagan sharoit ostida qarg'o'lachang yo bo'lmasa qattiq qo'lliq bilan suiqasd qilib, qaslash, hujum qilish ma nuqtalarda taktikasi bor, ilib beryapti, ilib badi, ham buningdan keyin texnik kuchaytirish bir planida Xitoy turyapti. Shunga Rabia Qodir xonimninki Yevropa ziyarati bu vaqtida meningki o'zim jiddiy bir pozitsiyani tutug'liq, ham boshqa qarindoshlarimizga har vaqt tavsiya qilaman. Eng muhimi yemak ichmagiga nati diqqat qilish kerak.
Şu hanım qandaq yatıdı, düşüdü, qandaq tamaqni yeydi, kimlerle uçuruşudu, kimning uyiga borudi. Ma masalalarga şu yerlik qarindoshlarimiz, şu yerdagi tashkilotlar igidorchilik qilib, şu odamlarning salohiyatiga qarta o'rinni belgilab, yetib qo'yish butun bexatarlik sharoitlarga nihoyat diqqat qilmasa, Cenab-ı Allah en ahırkı şarait, en ahırkı bu fırsatda bu liderini bizge berdi. Qadriga yetmesek, bunun ki Rabia Hanım'dan ayrılsak, bunun ki işimizden ki dava ölmeydi, dava mengü mevcut. Ama iş neticesi bilen qadrlik natija bilan baho beriladigan gap. Bunda fursatni qo'ldan keltirib qo'yish biz uchun yomon cho'ng yo'qotish bo'ldi. Shunga bexatarlik, yemak-ichmak masalasi, turalg'u joy masalalari kelganda qarindoshlarimizninki nihoyat buning ahamiyat berishi. Yana bir jihatni aytganda, qatnash masalasi. Çünkü endi bu qatnash bexatarlik masalasi bek muhim. Mashinaga selib qandaq adam mashinani haydaydi, qandaq uyga opiradi, qandaq yo'lda mangadi, qaysi shakl ketyotidi, o'tdagan mashinaninki bexatarligi qanchalik. Bu nuqtalarda qarindoshlarimiz nihoyat ahamiyat berishini bek umid qilaman. Mesela burun bir qatim qatnash vaqasi. Burun Amerikada ba'di hammamiz necha kunlab ko'zimizdan yosh to'xtamadi, bearam bo'ldik, rahatsız bo'ldik. Hemimizin baxtiga Cenab-ı Allah yani şifalık verip, saqayıp, yani davası bir qıtılıp, yani ketip aradı. Xitay hakikaten o biz oylagandek emas, həsilab bu noktada yaman ciddi hareket kılıvatıdı. Rabia Hanım çıkıştım burun vatan sırtıda 11 adamını terörist kılıp ilan qildi, dünya cemaatçiligidan talab qildi, bizga qaytarib ber, bizning hisobotimiz bor. Alloh yuzma qat shukr yashayotgan sharoitimizdagi bu davlat rayonlar herhalde Xitoyning uni yog'i yovda keltirib ishonmasdan hozirgacha o'z qo'ynida yashash fursatini sharoitini yaratib yashab kelyapmiz. Shunlashqa bizmi har vaqt diqqat qilg'iliq, moshunda Xitoy ko'ziga qadilib qolgan Xitoy kelgusida bizge çoğun xavf kilidi davatkan nurgun qarindoshlarimiz bor. Yana bu qarindoshlarimizni çoğun biraz hoşyar bo'lishini, biraz sagak bo'lishini umid qilaman. Chunki bundaq odamlar millatning mengisi, millatga yetakchilik qiladi, millatga umid beradigan, ham millatninki g'am qayg'u tushib kelishiga sabab bo'ladigan odamlar mana shu. Agar o'zimiz birinchi bo'lib qo'g'dab, o'zimizga chiqmasak, sal dikkatsizlikten bazı qarindoshlarimiz var, ismini ilishini xohlamayman. Dikkatsizlik qilib, beparvolik bilan berib, Xitoyninki chegirasi atrofidagi ba'zi davlatlarga qadam dastlab qilib, qiltaq tushib kirib ketib qoldi. O uzuvlarla tugimidi. Nurg'un xalqimizga, nurg'un jamoatimizga umidsizlik bir holatlarni keltirdi. Ham Xitoyning xo'riga bu noktada pek işip ketdi. Vatan içinde qilgan tashviqotida dunyoning nerede bo'lsin, uçup yurgan qush bo'lsa, biz tutib kelib, biz mundaq so'lay olmaymiz, bilib qilish, bolalarga ho'shini yig'ib yursin deb ota-onalarga besim qiladigan, tahdid soladigan ahvollar bo'ldi. Buning bilan ma'lum darajadagi erishmadi emas, erishdi Xitoylar. Mushaqlar besim qilib, telefon qilib, nurg'un aktiv qarindoshlarimiz bordi, ovozi pastlab ketib qoldi. İnşallah bizninki şahsen özümün iradesi gayretide Xitoy qandaq taktik işlesin, qandaq besim qilsin, qandaq bir hilimekir qilishini qatnashdi. Bu yo'lda mangduq, yanmaymiz. Qo'limizdan kelishicha bu ishni oxiriga chiqarishga ishonchim komil. Hürmetli olma olsun efendim, bəgən bu qimmatli fikirləriniz üçün, tavsiyeleriniz üçün sizə alaydı. Stansımız vokaltır. Rəhmət etmən. Hürmetli televizor köykçiler bir yerdə şunu bir əskərtib qoyay. Sizlərə məlum, şunda olsunmu? Qaytıb əskərtib qoyay olma olsun. Efendim, Xitoy hükümeti tarafından tuncu qitim e'lon qilingan 11 kishi üstüne e'lon qilingan terroristlar tizimligida olma olsun efendim yağan. Ama olma olsun efendim, Xitoy hükümetinin bu terörist deb e'lon qilgan bu nimasiga parvo qilgani yo'q, paydab o'tgandek Ozarbayjon bunga pisand qilmay o'zining milliy harakatga bo'lgan, milliy harakatimizga bo'lgan o'zininki faoliyatini izchil turda davomlashtirib kelyapti. Albatta, hurmatli televizor ko'ruvchilar, buningdan keyingi programmamizda albatta Olmat To'sin apandi bilan o'zimiz paydab o'tdik. Bizning davomli san'atkorlarimizning biri. Buningdan keyingi programmamizda san'at haqida maxsus suhbat olib boramiz. Olmat To'sin apandining qiziqarli yumorlarini anglaysizlar, latifalarini anglaysizlar. Xudoyim bo'lsa, buningdan keyin Olmat To'sin apandini pat-pat sizlar bilan uchirtib turishga tirişimiz. Hürmetli zor kökçiler, şuna olan bu qıtımki programımız müşahede ahırlaştı. Keyingi qıtımlık programımızı görüşeyle. Görüşkice aman bulan hayır hoş. Kimlik meş'ili yansın her yerine.
yansın her yerde.